Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Nima gaplar? Hammalaring yaxshimisizlar? Bugun mana yakshanba tongi hammaga muborak bo'lsin. Biz parrandalarimizga yana ertalabda qo'yib oldik. Don berishni boshladik. Sehrli tilak Hozir ziyofat qattiq ketyapti hozir. Mana shu don yaxshi ekan. Har xil aralashmalari, bug'doy, makka, hamma yo'q borda ishqilib. Semichgachaga ham borgan. Sen. Kel. Sena bor. Qora boshlar. Tushib ketib qolmagin yana, xolos. Nasıl? Quyonlarimizda nima gaplar? Ovqatlar ne bo'pti? Quyonlarga ham ovqat beramiz ekan. Tuxumlarimiz hamon ikkita chachilyotibdi. Boshqa tuxum yo'q. Tuxumdan to'xtab qoldi qandaydir. Nimadir bo'lib. Kecha kommentariylarda o'qib turganimda bitta akamiz yozibdi. Ukamizmi, do'stimizmi? Qayerda 20 ming yozib qo'yishdi. Videolarni boshidan ko'rishmabdi-da. O'sha akaga alohida bitta gaplarimiz bor. Mana shuni oq bosh turibdi o'tida. Keyin yana qaysi edi? Mana bunisi ikkita bo'ldi. Bittasi ketdi ekan. Mana bu sariq darqasi turibdi, bittasi oq boshi ham. Shu uchalasini bozordan bir oy, 1,5 oycha oldin dehqon kelib qoldi. Bir moshina shu o'rdaklarni har xil zerikibdi, shu o'rdak boqishdan. Uylarini solib ketgan ekan, olib chiqqan ekan. Endi hamma olib sotalar ham oldida, hamma oldi, shu oxirida shu 3tasi qolib ketdi. Qolib ketdi. Keyin men so'radim, aka, shunaqa oldinda pul kamroq edi, 60 ming so'm pul bor ekan, shu uchovini berasizmi deb so'radim. Ular aytdi, yo'q, to'g'ri kelmaydi. 40 mingdan donasi bo'ldi, ha, mayli dedim. Keyin bir aylanchasam sotilmabdi uchalasi. Qolgan ekan. Keyin aka nima bo'ldi? Beraverasizmi o'sha pulga desam, yo'q, to'g'ri kelmaydicha qo'shing deydi. Yo'q, pulim bo'lganda haqiqatan ortiqcha pulim yo'q edi deb aytdim. Pulim bo'lsa muammo yo'q edi. O'zi o'sha kuni yana qaysidir o'rdakda bitta xo'roz sotib olgan edim. Shunga pulim kamroq edi. Bitta xo'roz olgan chiqib qoldim-da. Keyin ketyap turganimda to'xtang, menga olib ketavering deyishdi o'zlari. O'shani hisobiga ular 20 ming so'mdan menga tushdi. 60 mingga uchovini olib kelganman. Endi u paytda to'g'ri nabas edi, ancha kichkina edi-yu. Ozg'in edi, xatlari ham yaxshi emas edi, sifatsiz edi. U bosh videolarimizda ko'rsa bo'ladi o'shani. Endi hozirgi kelib yeb boshqa qilgan ishtahalari zo'r. Buni katta qimmat o'rdaklarimiz ham yetib qoldi hisoblashdan. Ozgina farq beryapti xolos. 100 gram farq bersa, birardan katta farq bermaydi. İştahalari zo'r, yurtishlari zo'r, yashashi yaxshi, mana shu bittasi tushiribdi mashallah. Shuni hisobiga bizga bu 20 ming so'mdan tushgan. Endi yeb ichishi yegan bo'lsa 10 ming yegandir, 15 ming yegandir. Bundan ham ko'p yegandir. 30 ming, 35 mingga tushdi. Endi shunaqa narsalar ham uchrab turadi. Standart hammasi 20 ming so'm olganman, o'qiganman deganim yo'q. Videolarda yaxshilab ko'rsangiz, bilib olasiz. Bu vaqilloqlarni ham Andijondan 35 ming olib kelganman. Mana shu vaqilloqlarni. Endi biz ham harakat qilyapmiz, joyidan iloji boricha arzon olishga. Shu narsalarda arzon olamiz, mabodo sotadigan bo'lsa ham arzon sotamiz. Bo'lmasa agar qimmat uchragan narxga, yetilgan narxga olib ketaversak,
Metdan bir pazda to'ldirib qo'yamiz, lekin sotishda muammo bo'lib qoladi. Qimmat sotaman desa sotilmaydi. Chunki hamma ham arzon olgisi keladi. Qimmat sotgisi keladi mana. Mana o'rdaklarimizni endi mana 20 ta kilodik 10 ta qoldi. Haqqiloqlarimiz choyxonalarga so'yib berdik. Endi vaqt bo'lmayapti, yana so'yib olib borib bergan. Shunga o'zimiz so'yib yeyapmiz. Tekta. Har xil unaqa. Buni o'zi bitta so'yib turib, suvga qaynatib, yengil suvga qaynatib olib turib, lavrov listlari bilan qaynatish kerak ekan, hidini yo'qotib yuborar ekan. Men chesnoklar bilan qaynatib turib, qizigan yoqqa xolasiz ko'proq yog' quyib butunligicha tashlaysiz, xolasiz kamroq yog' quyib turib, bo'lak-bo'lak qilib sonini, ag'ini va alohida qilib tashlab qo'ysangiz ham juda shirin mazali bo'lar ekan, ta'mi zo'r bo'ladi. Choyxonalarda parranda go'shtini yeb turamiz o'rtoqlar bilan borib. O'shani ta'mini qanaqa chiqarar ekan, shu ta'mni biroz harakat qilib oxiri topdik mana, Xudoga shukr. O'shanaqa lavrov listga tuz, chesnak tashlab, qaynatib olib turib, qaynagan yoqqa shuni tashlab qovurib olsangiz, tozalab turib, o'rdakda sas hidi bo'ladi, ozgina baribir. Hamma ham bilsa kerak. O'sha hid umuman qolmaydi ekan. Go'shtning ta'mi ham boshqacha o'zgarib shirin bo'lib ketar ekan. Endi mana shu qilloqlarimiz endi o'zimiz semirtirib, so'yib yeb nima qilamiz endi. Endi eskilarimizni ko'paytirishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Hammalaring bugungi kunlaring barakatli bo'lsin. Niyat qilgan ishlaring hammalaringniki go'zal bo'lib bitsin inshaalloh. Hammaga omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.